Qara, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Shu akaga vashcha respekt man. Gapni to'g'risi bunaqangisini ko'rmaganman. Har doim gaylarni ko'rsalar, salom alayklari vashcha zo'r, hurmat izzatlari vashcha zo'r. Eng qizig'i o'zlarini mana shu atirlarni olib gay akalarga sepib, aka sunnati rasululloh deb gaylarni ko'nglini oladilar. O'sha hujjatlarni gaylar darcha tekshirmaydi. Mana bunisini qarang. Assalomu alaykum. Aka, sizni sevibga qolma, rozi bo'lasizmi? Yo'q, siz o'chiraman. Xo'p, okajonim, meni ismim Davron. Har doim ko'rgan bo'lsangiz, mana shu dunyoda hamma mu'minlarning qalbini zabt etgan Mishari Nafasi degan inson bor. Shu odam atir ishlab chiqaradilar. Shu atirni to'g'ridan reklama qilaman, lekin tekinga reklama qilaman. Maylimi, bismillah, sunnat rasul. Sizlar shunchaki hurmatinglarni yuzasidan sizlar xushbo'ylanib, chiroyli yurishga munosibsizlar. Takliflarim joyida inshaalloh. Qalaysiz aka? Umidingiz bo'lsin. Rahmat. Sizlarda yaxshi xodimni ko'paysin, sizlar borsizlar, xudo xolasa meni ko'chalarimni ravon. Avvalambor Xudodan. Taninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Ana endi bunisini qara, mana bu ikkinchi videolari. İşte assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlarmi? Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr, rahmat. Aka, Shayx Mishari degan odam bor, bilasizmi? Shu Shayx Mishari degan odam mana shunaqa atir ishlab chiqaradilar. Har doim mendan so'rashadi. Bu odam olim odam, hofiz o'qigan odam, shayx odam. Mayli bizni bitta xushbo'ylantirib qo'ysam shu bilan sizni ham zurriyotingizdan shunaqa qori olimlar chiqsanglar. Bismillah, shunday rasululloh keling aka. Umid uzoq bo'lsin. Taningiz sog' bo'lsin, rahmat. Hamma joyida aka. Yana bitta boshqacha atirman bor, sepaymi? Taningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Lekin hamma joy xohlasangiz ko'rsataman. Rahmat aka, rahmat. Taningiz sog' bo'lsin. Xo'p, rahmat. Men o'yladimki, bu akaga hujjat yo'qmi deb o'yladim boshida. Gapni to'g'risi hujjatlari bor ekan. Mana bu 3-videosini qaranglar, mana hujjatlari bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qalasiz? Sizlar yaxshimi? Joyida aka. Bilaman. Akajonim, maylimi? Oldim. Undan ham oldim. Sizni men Alloh uchun hurmat qilamiz, chunki nimagaki meni oilam, vatanim tinchlig'i tomonidan. Men onajonim xotirjam uxlaylar, farzandlarim o'qish maktabiga borib keladi. Janob Rasululloh shu o'ylanib yurganlar-da. Maylimi sunnatga amal bitta. Bismillah. Sunnat Rasululloh umringiz uzoq bo'lsin. Xushbo'ylanib yurishga munosib chilasizlar. Bilaman, reyning taxminan shu nimagadir. Joyida. Ko'rpayli bitta bo'ldi. Ya, bismillah. Ya, taringiz sog' bo'lsin. Rostdan ham Alloh uchun hurmat qilamiz sizlarni. Qanaqasiz, yamandim? Umringiz uzoq bo'lsin. Kecha bitta bola ham mana vafot etdi. Siz ham qanaqasiz? Alloh rahmat qilsin, shahidlar maqomida bo'lsinlar iloyim. Ismingiz? Davron. Rahmat, do'stim, yaxshi ishlang, xo'p. Mana shu video agar kimga yoqqan bo'lsa, bitta like chani qizartirib yuborasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Hammalaringiz Alloh panohida bo'linglar.